Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. 2-sinf ona tili 6-mavzu mening mahallam mavzusidan mashqlarni ko'ramiz. Birinchi mashq: harf birikmalari va bo'g'inlarni talaffuz qiling. Ta, sh, ny, da, ch, mu, si, be. Qaysi tovushlar ikkita harf bilan ifodalanadi? Bu yerda sh, ny hamda ch tovushlari ikkita harf bilan ifodalanadi. Bu harf birikmasi deyiladi. O'zbek tilidagi sh, ch, ny undosh tovushlari harf birikmasi bilan ifodalanadi. Ya'ni o'zbek tilida 29 ta harf bo'lib, 3 tasi harf birikmasi hisoblanadi. Bular sh, ch, ny harflari. Ikkinchi mashq: ovoz chiqarib o'qing. Ko'cha, qo'shni, tengdosh, jangchi, ishchi, dushanba, chumoli, lochin, mushuk, pashsha, kichik, uchburchak, sharshara, ishonch. Yozing. Harf birikmalarining tagiga chizing. Bu yerda ko'cha so'zida ch, qo'shni so'zida sh harf birikmasi, tengdoshda ny, jangchida ny, ishchida sh hamda ch, dushanbada sh, chumolida ch, lochinda ch, mushukda sh, pashshada ikkita sh harf birikmasi, kichikda ch, uchburchakda ch ham ikkita ch harf birikmalari, sharsharada ikkita sh harf birikmasi, ishonchda sh hamda ch harf birikmalari qatnashgan. Ana shu harf birikmalarini tagiga chizib qo'yamiz. Keyingi mashqimiz 3-mashq: nuqtalar o'rniga kerakli so'zlarni qo'yib maqollarni ko'chiring. Foydalanish uchun pastda so'zlar berilgan. Hop, kerakli so'zlarni qo'yamiz. Yon qo'shni, jon. Hop, qo'shni so'zini qo'yamiz. Yaxshi qo'shni uzoq qarindoshdan yaxshi so'zi. Qo'shning tinch, sen tinch. Bir bolaga 7 qo'shni ota-ona. 4-mashq: so'zlarni ovoz chiqarib o'qing. Koinot, ariq, oila, fizika, devor. Hop, oila 2 marta berilibdi. Ko'cha, qo'shni, jirafa, hovli. Rais, daraxt. Qaysi so'zlar mahalla mavzusiga aloqador emas? Mahallaga mos va mos bo'lmagan so'zlarni ajratib yozing. Hop, bu yerda koinot so'zi mahallaga mos emas. Hop, ariq albatta mahalla ichida ariqlar joylashgan, ariqni olamiz. Oilani olamiz, mahallada joylashgan. Hop, bu yerda bizga mahallaga mos va mos bo'lmagan so'zlarni ajrating deyilgan. Mahallaga mos so'zlarga olamiz ariq, oila, devor, ko'cha, qo'shni, hovli, rais, daraxt so'zlarni olsak, mahallaga mos bo'lmagan so'zlarga koinot, fizika, jirafa so'zlarini olamiz. Uya vazifa: mahallangiz haqida 3 ta gap tuzing. Harf birikmalarining tagiga chizing. Misol uchun, bizning mahallamiz namunali mahallalardan biri. Bizning mahallamiz namunali mahallalardan biri. Ikkinchisi, mahallamizni obod qilish uchun ko'plab daraxt ko'chatlarini ekdik.
Mahallamizni obod qilish uchun ko'plab daraxt ko'chatlarini ekdik. Xo'p, 3-chi gap. Bizning mahallamizning raisi jonkuyar va fidokor inson. Bizning mahallamizning raisi jonkuyar va fidokor inson. Misol uchun tuzib berdim. Boshqa gap tuzsalaring ham bo'ladi. Harf birikmalari harf birikmalari ishtirok etsa, albatta tagiga chizasiz. Harf birikmalarini bilib oldingiz degan umiddaman. Bular sh, ch, ny harflari. Mana shu gaplardagi so'zlardagi qatnashgan harf birikmalarini tagiga chizib qo'yasiz. Uyga vazifada tuzgan 3 ta gaplarda ishtirok etgan harf birikmalarini. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.